Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video roligimizni diqqat bilan sekundma-sekund ko'rishni maslahat beraman. Nasib xudo xolasa mana shu video sizni natijaga olib chiqishiga ishonchim komil, sababi juda ham yaxshi. Faqatgina to'g'ri yondashuv va videoni to'shni ko'rish kerak oxirigacha. Xudo xolasa men sizlarga juda ham ajoyib bo'lgan telefonda qilinadigan yo'nalishni ko'rsatib beraman. Xo'p do'stlar, men ko'rishingiz mumkin. Bitta kanal, Gamers degan kanal, o'yinlar degan kanal. Har xil mana shunaqa chiqindi quti yig'adigan, chiqindilar yig'adigan, ambulance, ya'ni o'sha bemorlarni tuzatadigan, tez yordam, politsiya, qanaqadir joylarda drive qilish, ya'ni motion hiders, animals, har xil shunaqa yo'nalishdagi o'yinlarni o'ynaydi. Endi do'stlar, prosmotrlarga e'tibor beramiz. Mana misol uchun, e'tibor bersanglar, mana latest videolarni ko'ryapmiz. 10.000, 12.000, 4.000, 4.900 minutiga e'tibor beraman. 12 daqiqalik bo'lsa, normalniy prosmotr olib qo'ysak, Manchesterga borish ham tez va osonlashadi. Xo'p, prosmotrlar bomba, prosta bu yo'nalishda ishlash kerak, gazini bosish kerak. Xo'p, ana endi men sizlarga bugun mana shunaqa yo'nalishda video kontent tayyorlashni ko'rsatib beraman. Qaranglar. Mana biz bitta videosiga kiramiz. Videosiga kirgandan keyin mana videosini opsiyalarini xohlasanglar o'qib chiqinglar. O'yinda ma'lumotlari bo'lishi mumkin. Mana shu yerda o'yinning ma'lumotlari. Men kanal ochib kelaman. 3 hafta oldin 303 ming prosmotr. Oddiy xalqni o'yiniga mana previewsini ham e'tibor bersanglar, juda ham dahshatli preview deb bo'lmaydi mana. Kачествоni qaranglar do'stlar. Prosta telefonda ekran zaps o'yinda, tushunyapsizlarmi? Screenshot qilib olganman endi xudo biladi. Mana shu normal prosmotr o'yin. Shunaqa do'stlar, endi ko'ryapsizlar, baribir bilim yo'qligi tufayli, ilm yo'qligi tufayli bu yo'q o'sha minusga qarab ketgan. No, lekin do'stlar, bu yerda dahshatli prosmotrlar bor, normal. Xo'p, ana endi men sizlarga bunday videoni qanday tayyorlashni hozir ko'rsatib beraman. Qaranglar. Birinchi o'rinda bilasizlarki, raqobatchilarimizni birinchi topib olishimiz kerak. Qanaqa topamiz, nima qilamiz? Mana shu videosining nomini copyright qilasizlar. Aytgancha, mana bu kanalni men pastga linkini tashab ketaman, kanal linkini o'tib shuni o'yin kanalni ko'rib, o'zingizlar bir xulosa chiqarishlaringiz mumkin yanada. Qaranglar, mana videoning nomini olib copyright tashlasam, mana chiqib kelaveradi videolari, har xil, politsiya, bunday kanallar, boshqa kanallar ham bor. Mana 6 million prosmotr o'yinagan, oddiy. Endi qaranglar do'stlar. O'yinni qanaqa topamiz, nima qilishimiz kerak? O'yinni topish oson. Mana e'tibor bersanglar, ko'p kanallar bir opsiya qismida o'yinning nomini tashib ketadi. High Speed Cop Car Chase, ya'ni politsiya o'yini ekan. Bu muammosiz, men hozirgi kompyuterda turib, telefon versiyani Play Marketdan skachat qilib, polni o'yinni ko'rsatib beraman. Xo'sh, короче, men hozir Play Marketda telefon versiyasida, men kompyuterning telefon versiyasida xullas. Shuni olyapsizlar. Xo'p, Play Marketga kiramiz. Play Market kiramizdan keyin mana poistga farqi mana Policy Games deb yozamiz. Simulator degan so'z bo'lish kerak, e'tibor berasizlar mana. Policy Chase Simulator Game. Mana qilyapti. Simulator degan o'yinlar juda ko'p. Mana misol uchun mana shu o'yinni skachat qilib olaman mana. Install. O'yinni skachat qilgan o'yinlar ko'p. Mana bu rasmlarga ishonmanglar, bunaqa o'yin bo'lmaydi hayotda. Bu fake rasmlar, bularni sizlar previewga tashlab olsanglar zo'r chiqadi lekin. Hozir skachat bo'lib, birdan sizlarga to'liq o'yin ichiga kirib, ko'rsatib, tushuntirib beraman. Hop, bu skachat bo'ldi. Xo'sh, biz o'yin ichiga kiramiz, play. Ovozni 0 qilib qo'yamiz, bizga kerak emas ovoz. Hop, nima so'rasa ruxsat berishga bosasizlar. Keyin o'yinda aynan ular o'ynayotgan o'yin kerak bo'ladigan bo'lsa, hech qanday muammo yo'q. Hozir men sizlarga shunday o'yinni chek. Mana misol mana men o'yinning nomini topganman, High Speed Car Chase mana. Mana shu o'yin ekan. Bemalol topib olsanglar bo'ladi, muammo yo'q. Bu o'yin topish qiyin emas. Mana bizda reklama sirazi. Shuning uchun ham eslatma, agar o'yinga kirayotgan vaqtlaring bunaqa offline, ya'ni internetsiz o'yinlarda to'liq reklama, daromad reklamadan keladi. Shuning uchun mana bu reklamani o'chirib qo'yinglar, iloji bo'lsa maksimum reklamasiz bular baribir ezvoradi. Shunaqa. Xullas, mana X larga bosib ketasizlar. Keyin mana nimadirlar beraman desa ham aytmay beraveringlar. X ni bosish kerak, X. Xo'p, bu nima kerak emas bu bizga? Yana reklama. Shuning uchun ham udaliyet internetingizlar o'chirib tashab kiringlar o'yinga. Bo'lmasa mana shu reklamalar ezvoradi odam.
Xo'p, chiqdik, uje bizani ikkinchi reklama bilan azobladi. Bu yerda Instagramda turibdi. Mana ko'ryapsizlar. Bu narsani o'chirib bo'lmaydi. Mana o'chirib bo'lmaydi. Shuning uchun bez anavi kirish kerak. Xo'p, davay play deb bosganman. PUBG ni ham reklamasi bo'lib ketdi. Qoyil. Bu ekran vash ko'rinmay qolsam kerak. Xo'p, day mode, night mode, ya'ni ertalabki kunduzgi. Biz kelinglar. Kunduz kun tanlaymiz. Uje bizning 3-reklamamiz. 3mi, 4mi? Ya'ni ikkitalik reklama ekan. Yana reklama uje. Xo'p, o'yinga kirdi, adashmasam kirdi. Xo'p, yana zagruzka uje. Demak, bizani yana bitta reklama kutyapti. Yo'q, reklama kutmadi. Open World. Mana Asahining bizning reklamasi. Uje tekin reklamalar davom etyapti. Yana reklama. Shu kulib o'rganlar ham bo'lsa kerak reklama chiqargandan. Ne o'rganib ketganlar bo'lsa kerak. Bilmadim, men o'rgana olmayman shu reklamalarga. Xo'p, biz tanlayapmiz hali. Tanlab olinglar. Hech nima qilmaydi. Internetni o'chirib kirasizlar-da. Internetsiz prosta kirsanglar, mana bunaqa internet bilan kirsanglar, reklama, bozor, scary teacher deylar, tabik beradi. Ular shunaqa problemalar sizlarni kutib turibdi. Da bizning o'yinimiz boshlandi. Of your mission start now. Select our car, bus, airplane, jetpack. Xullas, o'yinni mana shu joyda siz ekran zapisni yoqib olsangiz ham bo'ladi. Da bizada o'yin kompyuterda boshqarish qiyin. Telefonda o'ynaysizlar endi. Men hozir telefon versiyadaman kompyuter ichida. Kelinglar, o'zimizni sherifga o'tiramizda. Bu yoqni o'zi tushunib ketaverasizlar. Oldiga borasizlar, mashinaga bosasizlar, uje o'tiradi mashinaga. Mana bu yoqni uje hamma tushundi. Okey. Hop, gaz beramiz, xullas. Mana strelkalarga qarab yuraverasizlar. Mana. Hop, mana. Xo'p, endi o'yinni tushuna oldinglar. O'yinda shunaqa o'ynaladi va ketaveradi. Missiya bajarib yurasizlar. Yana nima kerak? Oddiy mana shunaqa o'yin o'ynab, kontent qilish juda ham oson. Biz eng kerakli narsa endi preview qanaqa tayyorlanadi? Preview juda oson. Hozir men sizga ko'rsataman. Mana bunaqa previewni qanaqa tayyorlaymiz? Oson bunaqa previewni tayyorlash. Shunchaki kirasizlar, qidirgichga tashlaymiz. Tashlagandan keyin image o'tamiz. Image o'tamiz, Mobile Games. Shunaqa yozib ketaverasizlar, chiqib keladi mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. Har xil turlari bor, mana. Tiqilib yozib, ustiga bossangiz chiqib kelaveradi mana. Ko'p mana, yana bor. Mana. Xo'p, bu YouTube'dagi video nima qilamiz buni desanglar, ChatGPT yordamiga keladi, sun'iy intellekt orqali. Shuni kirasizlardagi. Xo'p, misol uchun bu yerdan mana shunday rasmni tashlaysizlar siqishlatib ChatGPTga. ChatGPT salgina o'zgartirish kiritib rasmni yaratib bering. Va mana bu plus deb image bo'limini tanlab, misol uchun nimani o'zgartirish kerak? Qavchi yozamiz. Kelinglar, mashinani mana bu chap tomonda, o'ng tomondagi mashina rangi bo'lsin deymiz, qavs yopib qo'yamiz. Bo'ldi, hozir rasmni analiz image qiladi, ya'ni analiz qilib chiqib bizga rasmni yaratib beradi. Pushti, mana buni pushti qilib beradi. Xohlasanglar, mana shu rasmni o'zgartirishim kerak. Shuni, masalan, mashinaning rangi pushti bo'lishi kerak yo, mayli o'rmon bo'lishi kerak atrof muhit desanglar, bo'ldi, atrof muhit o'rmon qiladigan promptni tuzib beradi. Mana o'sha boshladi. Create image, policy car, VC Pink, McLaren, down. Ozgina kutib turamiz, bizga hozir rasmni generatsiya qilib beradi. Mana do'stlar, bizning rasmimizni pushti qilib berdi mana. Pushti bo'ldi. Mana bular ichkari kirib ketdi, sababi 16 ga 9 format bo'lmadi bu. Kichkinaroq format bo'ldi. Bizni aytganimiz bo'ldi. Ya'ni pushti rangi o'zgardi. Mana bu yerda yana ham ko'p rasmlar bor, xohlasanglar mana qilib yotibdi. Bemalol birontasini tanlab o'ynab qo'yman. Tap. Ya'ni YouTube'ga qo'yilmagan videolardan ham topsalaring bo'ladi. Men videoda bosib qo'yib demak, birovni previewsi. Shunaqa. Bu yerda ko'p previewlar tanlayman desanglar, tiqilib yotibdi. Tanlab bittasini o'zgartirishlar kiritib ketaveradi. Mana bular qo'yish uchun PixArt degan narsa bor, shuni ichidan olsanglar bo'ladi elementlarni. Samolyot, airplane, mashinani mana bu ruli, ular shunaqa tiqidinglar chiqdirsangiz chiqib keladi. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Menimcha deyarli juda ham chiroyli tushuntirish harakat qilganman.
aytgancha o'yin kirishdan oldin albatta internetni o'chiringlar, bo'lmasam azoblanib ketasizlar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar va reaksiya bosib qoldirishni unutmanglar do'stlar.